Raqamlashtirish tizimi joriy etilgan har qanday soha tizim xodimlariga qulaylik hamda imkoniyat bermoqda. Xususan, gaz ta'minotida ham. Avval o'rnatilgan zamonaviy hisoblagichlar, keyin esa aqlli mahalla, bugun esa sohaga mobil laboratoriya kirib keldi. Bu haqida muxbirimiz Buxorodan xabar qiladi. Hudud gaz Buxoro gaz ta'minoti filiali tomonidan gaz quvurlari rekonstruksiya qilinib, gaz maromlash qurilmalari yangilandi. Tabiiy gaz ta'minoti 3 bosqichli tizimdan 2 bosqichliga o'tkazildi. Jumladan energiya resursini tejash, gaz yo'qotishlarning oldini olish hamda gaz sizib chiqish holatlari yuzaga kelsa, zudlik bilan ularni bartaraf etish uchun ham raqamli texnologiya kirib keldi. Maxsus mobil laboratoriya o'ziga xos afzalliklarga ega bo'lib, qulayligi bilan mushkul jarayonlarni osonlashtirmoqda. Avtomobilimizning yuqori qismida lazer qurilmasi o'rnatilgan. Qurilmaning afzalligi havoga chiqqan gaz hidini aniqlab olib beradi. Avtomobilimizning pastki qismida maxsus qurilmalar o'rnatilgan. Uning vazifasi yer osti gaz quvurlaridan gaz chiqish holatini aniqlab beradi. Yana bir qulayligi, aniqlangan gaz chiqish holati bo'yicha chilangarlarga ma'lumot beriladi. Tasavvur qiling, agar chilangar bir kunda bor yo'g'i 6 yoki 7 kilometr masofani tekshirishi mumkin bo'lsa, mobil laboratoriya yordamida esa 60-70 kilometrgacha gaz quvurlarini ko'zdan kechiradi. Viloyatda joriy yilning dastlabki oyidan boshlab to bugunga qadar maxsus laboratoriya yordamida 304 ga yaqin gaz sizib chiqish holatlari aniqlandi. Hudud gaz Buxoro gaz ta'minoti filiali tomonidan zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda mavjud 12050 kilometr uzunlikdagi yer osti gaz quvurlari tekshirildi. Tekshiruvlar natijasida aniqlangan gaz sizib chiqish holatlari bartaraf etilib, tabiiy gaz yo'qotilishining oldi olindi.